Sizni ismingiz kim? Mardonqul. Mardonqul hoji. Otangiz Jo'raqul. Jo'raqul. Ha. Urush qatnashchisi. Urush Mulla Hamrobon bojasi. Bojasi. Men o'sha Jo'raqulning o'g'liman, Mardonqul. Keyin Yaylonmurod shopir aytdi, "Shu hali yo'lga kelyapmiz. Shu bojongiz qandoq kutib olaykin?" dedilar. Keyin otamni aytdilarki, "Ana ko'rasan, biza borgandan darrov xotinlarini chaqiradilar, bojom kelibdi. Kattishga patishga qo'shmay piyoz bilan go'sht qovur, qarin go'sht qovur deb aytadilar." "Yo'q dedi shopir. Keyin mashina mana ko'cha bo'yi do'ng bor edi, do'ngga qo'ydik, tushib darzadan o'sha o'ydalidan kirib keldik. Bular endi yangi namoz peshini o'qib, kechroq o'qishgan ekan. "Ha bojo, keling, aytganingiz bo'ladi. Kampir, bojom kelibdi, qarini tushir, qarin go'shti, piyoz bilan boshqa narsa qo'shmadilar." Yanki Yaylonmurod shopir yoqasini ushladi. Biza yo'lga gapiruvdik, hali yetmasdan kabinkaning ichiga. Bu odam qandoq eshitdi? Qarang olimligida, dononligida. Qarin go'shtga nima qilishdi? Qandoq eshitdi bu odam? Undan keyin xotinlari keldi, qarinni oldilar, go'shtni qovurdilar. Keyin bir chichqon, bir 20 kishi o'tirmiz, shu mana bu yerda qo'ygan. Shu burjakdan chiqadi, aylanib bu yoqqa keladi, shu burjakdan chiqadi, aylanib bu yoqqa keladi. Gapga qo'shmaydi-da, hammani ko'zi o'shanga. Keyin domla bog'im Xudoramani aytdilarki, Abdurib domlaga. "Domlalar shu kitobni oling" dedilar, sandal bor edi. Sandal shu tokchaga shuncha kitoblar taqlangan. Bitta shuncha qalliga kitobni oldilar. "Men hozir o'qiyman, shu chichqon o'ladi, dumidan ushlaysiz, tizdan tashlaysiz, yerga tushmay bir nasibasi olib ketadi" dedilar. Mulla Hamrobon. Mulla Hamrobonlar aytdilar. Sichqon oppoq, faqat ikki ko'zi qara, boshqa hamma joy oq sichqonni. Keyin kitobni olib berdilar, shundan ochdilar, qog'ozchalar qo'yilgan. Bir joyini o'qidilar, joyiga qo'ying dedilar. Yangi sichqon o'yasiga kirib o'ynayotgan, keldik, o'ynab qaradi, o'yasiga kirib gir aylanib o'lib qoldi. Atrofi ojo'lli dumidan ushladilar, qog'oz bilan tizzadan otuvdilarki, sharaka bir qush turgan ekan. Tappa ushladi, olib ketdi. Ana olimlik, ana donolik, ana Parvardigor bergan bilimi. Ana ilm. Ana